Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin vassalatu vassalamu ala xayri xalqi Muhammadin va alihi va sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambarlar qissasini o'rganishda davom etar ekanmiz. Bugun inshaalloh Odam alayhisalomni yerga tushgandan keyingi bo'lgan hayotlari haqida gaplashamiz. Bugungi suhbatimiz inshaalloh vaqtimiz yetsa Odam alayhisalomning hayoti, vafoti, Qobil qissasi, Shis va Idris alayhimussalomlarning qissasini gaplashamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qala Alloh azza va jalla: "Ma mana'aka an tasjuda id amartuk." Alloh subhanahu va taolo iblisga: "Ey iblis, senga buyurgan paytimda odamga sajda qilishlikdan nima to'sdi?" deb so'radi. Iblis: "Men undan yaxshiman. Ana xayrun min xalaqtani min narin va xalaqtahu min tin." Meni o'tdan yaratding, odamni turpoqdan yaratding. Alloh taologa qilingan birinchi osiylik mana shu kibr bo'ldi. Shuning uchun ulamolar aytadi, mana Odam alayhisalom ham gunoh qildi, ana shu man qilingan mevani yeb qo'yib. Iblis ham gunoh qildi. Ikkalasi gunoh qildi, ikkalasi osiy bo'ldi Allohga. Lekin Odam bilan iblisning farqi shunda bo'ldiki, iblis o'jarlik qildi, tavba qilmadi, Odam alayhisalom tavba qildi. Shuning uchun ulamolar aytadi, la saghirata ma'a isror va la kabirata ma'a istig'for. Ya'ni inson o'jarlik qiladigan bo'lsa, gunoh qilib turib tavba qilmaslikdan. Tavba qilmasdan o'jarlik qilar ekan, uni gunoh har qancha kichkina bo'lsin, o'jarlik qilganligi uchun bu gunoh kichkinaligicha qolmaydi, bu kattayaveradi bu gunoh. Vala kabirata ma istig'for, va har qancha gunoh katta bo'lmasin, Parvardigoriga inson tavba keltirib istig'for etar ekan, har qancha gunoh katta bo'lmasin, Alloh azza va jalla kechiradi. O'tgan suhbatlarimizda aytdik, Robi ibn Haytham o'zini ashablariga aytadiki, kasal nima bilasizlarmi deydi. Dori nima bilasizlarmi? Shifo nima bilasizlarmi deydi. Appendisit kasal, skalpel uni dorisi, qaytib appendisit bo'lmasligi shifo topganingiz. Gunoh bu kasal deydi. Istig'for, tavba bu dori deydi. Qaytib gunohga qaytmasligingiz shifo topganingiz deyiladi. Demak, insonning gunohi har qancha katta bo'lmasin, istig'for etar ekan, Alloh taolo G'ofurur Rohim ekanligini ko'radi. Parvardigor shunday bir zot ekanligini topadi va Alloh gunohlarni kechiradi. Odam alayhisalom mana rivoyatlarda 1000 yil umr ko'rdi deb aytiladi. Mana Isroiliyotdan olingan ma'lumotlarga qaraganda Odam alayhisalom o'zini farzandlarining soni 400 mingtaga yetganligini ko'rdi degan rivoyatlar bor. Bu Isroiliyotdan. Astagfirullah va bassa minhuma rijalan va kathira. Va bassa minhuma rijalan kathiran va nisa. Ana shu Odam va Havvodan Alloh taolo ko'p erkak va ayollarni yaratdi. Odam alayhisalomni mana aytdik, birinchi farzandi Qobil edi. Va Qobil va Qobil qissasi Qur'onda mana Alloh taolo Moida surasida zikr qiladi. Astagfirullah vatlu alayhim naba ibnay adama bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala laqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allohu minal muttaqin. Qobil dehqon edi. Qobil cho'pon edi. Qobilning tabiati dag'al, qattiqqo'l, berahm kishi edi. Qobil uni aksi, yumshoq tabiat, rahmdil, ko'ngilcha kishi edi. Ya'ni cho'ponlikning xususiyatlaridan bittasi, agar cho'ponning qalbida bir rahm shafqat, hayvonga bo'lgan bir mehr bo'lmaydigan bo'lsa, hech qachon cho'ponlik qila olmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislarda keltirilgan, har bitta payg'ambar qo'y boqqan deydi. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shu payg'ambarlik yoshiga yetguncha, ana shu 25 ga kirib tijorat bilan shug'ullangunga qadar cho'pon bo'lib qo'y boqqanligini, Makka ahli uchun ma'lum bir haq evaziga qo'ylarni boqqanligini o'zi haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday deb aytgan. Ya'ni hayvon boqishlik hikmati insonning tabiatida halimlik, yumshoqlik, rahm shafqat degan sifatlarni tarbiyalaydi. Chunki hech qachon mo'min odam tabiat agar yumshoqlik, rahm shafqat bo'lmasa, hayvon boqa olmaydi. Och qolgan ko'rib o'tib ketavermaydi. Chanqaganni ko'rib tashab qo'ymaydi. Demak, hayvon boqishlikda birodarlar, insonni qalbida mana shu tabiatni tarbiyalashlikka bir vositalar bor hisoblanadi. Odam alayhisolamning shariatida Qobil o'zi bilan tug'ilgan qizdan boshqa har qanday qizga uylanishi mumkin edi, faqat o'zi bilan birga tug'ilgan singlisiga uylanishi mumkin emas edi. Boshqa Odam alayhisolamni aytib o'tgan darsimizda har safar Havvoni tuqqanda bir o'g'il, bir qiz tuqqan.
o'zini singlisidan, birga tug'ishgan singlisidan boshqa har qaysi qizga uylanishi mumkin edi. Bu ularning shariati edi. Chunki o'sha zamon shunday shariatni talab qilar edi. Qobilning singlisi go'zal edi. Qobilning singlisi esa ko'p ham chiroyli emas edi. Odam alayhisalom Qobilning singlisiga uylanish kerakligini aytdi, lekin Qobilga bu narsa yoqmadi. Odam alayhisalomning bu buyrug'idan g'azablandi, itoat qilishidan bosh tortdi. Shu kunlarda o'zida Alloh taolo mana qurbonlik qilishga buyurdi. Odam alayhisalom farzandlariga buyurdi. Allohning yo'lida qurbonlik qilinglar. Hammamiz bilgan mashhur qissa. Qobil dehqonchiligini eng sassiq, bemaza bo'lgan xunuk dehqonchilik mevalardan olib kelib qo'ydi. Qobil esa aksincha o'zini ana shu voqeagan qo'ylarning ichidagi eng semizi, eng chiroyligini, eng sifatligini olib kelib qo'ydi. Qurbonlikda qabul bo'lganligini belgisi bir tutunsiz o'tkalardida kuydirib ketar edi. Qurbonlikni qo'yishdi, ertalab borib qarashganda Qobilning qurbonligiga o't tegmagan, aksincha Qobilning qurbonligi kuyib yo'q bo'lganligini ko'rishdi. Va shunda Qobilni ukasiga nisbatan hasad qo'zg'adi. Va shayton vasvasa qildi. Hali bu paytga kelib qotillik bo'lmagan. Birorta odam o'lmagan edi ham, birorta odamni o'ldirmagan edi ham. Shunda Qobil ukasiga aytdi: "Qala la aqtulannak." Men seni o'ldiraman dedi. Ukasi aytdi: "Qala innama yataqabbalullohu minal muttaqin, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadi li aqtulak, inni axafulloha robbal alamin." Men seni o'ldiraman deganda ukasi aytdi: "Agar sen meni o'ldirgani qo'lingni uzatsang, men senga qo'limni ko'tarmayman. Men Robbil alamindan qo'rqaman. Albatta sen meni o'ldirishing bilan meni gunohlarimni ko'tarib o'zingning gunohlaringga qo'shib ketasan va jahannam egalaridan bo'lasan va bu zolimlarning mukofoti deb ukasi shunday so'zni aytdi. Lekin shayton vasvasa qilishda davom etdi. Ukasi uxlayotgan tunlarda birida Qobil keldi, katta xarsan toshni oldi, ukasini uxlayotgan joyida boshiga urib ukasini o'ldirdi. Ukasini o'ldirdi, malomat chekdi. Nima qilib qo'yganligini o'ylab qattiq bir afsus chekdi, lekin tavba qilmadi. Shu paytgacha hali odam o'lmagan edi. Birorta inson o'lmagan edi, o'likni nima qilish kerakligini bilishmas edi. Alloh azza va jalla ana shu Qobilning oldiga ikkita qarg'ani yuboradi. Toki Alloh taolo o'rgatyapti nima qilish kerakligini. Astagfirullah faba'athallohu g'uraban yabhasu fil ardi liyuriya kayfa yuwari sawata akhi. Liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi. Alloh taolo ikkita qarg'ani yubordi, bir-biri bilan urushdi, biri ikkinchisini o'ldirdi. O'ldirgan qarg'a o'lgan qarg'ani oldi va oyog'i bilan yerda tutib, chuqur kavlab tashlab ustiga turpoqni tortdi. Alloh azza va jalla o'zi o'rgatdi. Qala ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadal g'urab fa uwari sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Menga voy bo'lsin, mana shu qarg'achalik bo'lmadimmi? Ukamni jussasini ko'mishga yaramadimmi? Va ziyon ko'rgan, nadomatlar ko'rganlardan bo'lib qoldi. Qobil ukasini ko'mdi, nadomat chekdi, lekin istig'for aytmadi. Bir gunohni qilib qo'yib turib, shu gunohdan Alloh taolasi bilan bizni gunohni kechirishligini xohlaydigan bo'lsak, u nadomat chekishlikni o'zi kifoya qilmas ekan. Inson istig'for aytishlik kerak. Ulamolar aytadi, mana tavbani qabul bo'lishining 3 ta sharti bor deyshadi. Birinchisi, ana shu qilayotgan gunohingiz bo'lsa, to'xtaysiz. Ikkinchi sharti, ana shu gunohni qilganligingizga qattiq pushaymon yeysiz. Istig'for aytasiz va qaytib qilmaslikka Allohga ahd berasiz, inshaalloh Alloh kechiradi deyiladi. Bu afsus chekdi, nadomat chekdi, lekin istig'for aytib otasini oldiga bormadi. Balki o'zini singlisi, uylanishi harom bo'lgan singlisini olib sohilga qarab qochib ketdi. Odam alayhisalom tog' yonbag'rida yashar edi. Qobil o'zini singlisini oldida dengizni bo'yiga sohilga qarab qochib ketdi. Mana shu kundan boshlab insoniyat ikkiga bo'lindi. Yomonlar Qobil bilan, yaxshilar Odam alayhisalom bilan qoldi. Ular 1000 yillab umr ko'rardi. Qobil zurriyoti ko'paydi. Fisq, fujur, ma'siyat, birini o'ldirishlik, har qanday gunoh bor edi, lekin tavhidda edi ular. Shirk yo'q edi ularda. Mana shu o'rinda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda bir qancha hadislarga e'tiborimizni qaratishimiz kerak bo'ladi, fitna xususida. Ya'ni namoz o'qimasa, u musulmon emas.
roza tutmasa u kofir, zakot bermayotgan bo'lsa bu dindan chiqqan bo'lar. Shunga o'xshagan gaplarni juda osonlik bilan tilidan chiqib ketayotganlarni eshitib qolamiz. Birodalar, bir musulmon ikkinchi musulmonni ey kofir desa, hech qachon shu kofir degan so'z havoda qolmaydi. Albatta ikkisidan bittasiga yopishishligi kerak. Agar shu kofir degan so'z, shu sifat ro'parada aytilayotgan odamda bo'lsa, shu sifat borib yopishadi. Agar u odamda bu sifat bo'lmasa, aytgan odamga qaytib keladi. Sen kofirsan deb bo'lmaydi. Ana shu ulamolar kofir bo'lishligini shartlarini aytgan. Qur'onda sarih oyatlarni birortasini inkor qilsa, dinda zarur deb aytilgan ishlar birortasini inkor qilsa, Allohga, farishtaga ishonmasa bo'laveradi desa, namoz o'qimasa bo'laveradi desa, Qur'onni masxara qilsa, yirtib aql hushi joyida bo'lgan holda yirtsa, bir behurmatlik ko'rsatsa, masjidga kirib bavul qilsa yoki tili bilan men kofirman deb aytmasa, boshqa o'rinda birovni kofir deyishga haqqimiz yo'q. Lekin mana shu aytilgan 5 ta shartli inson aql hushi joyida, ixtiyori bilan majbur qilinmagan holda qilayotgan bo'lsa, uni kofir demay boshqa ilojimiz yo'q. Undan tashqaridagi odamga biz kofirsan deyishlikka juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Imom Ahmad, Termiziy, Abu Dovud musnadida keltirilgan Usmon ibn Affon shahid qilinganda, mana bilamiz, ana shu Qur'on o'qib turgan joyda 80 dan o'tgan payg'ambarimiz ulug' bir sahobasini, Zinnurayn bo'lgan, payg'ambarimizdan jannatda xushobarni olishi sharafiga ega bo'lgan Usmon ibn Affonni o'tirgan joyda o'ldirishadi. Fitna bo'ladi. Rasululloh aytgan, mendan keyin fitna bo'ladi degan. Shu fitna bo'lganda ko'chada yurgan odamdan ko'ra uyda o'tirgan afzal deydi. Usmon ibn Affonni o'ldirgani kelishganda aytadiki, meni o'ldirmanglar. Rasululloh menga mana bunday va'dalarni bergan deydi. O'ldirganda tek turadi, o'ldirishib chiqib ketadi. Shu islom tarixidagi bir shunday bir hollar bo'lgan. Sa'd ibn Abi Waqqos, payg'ambar alayhisolamning ulug' sahobalaridan, Asharai mubasharani bittasi. Juda ko'p futuhotlarda qatnashgan, juda ko'p joylarda fath qilgan ulug' sahobaga kelishadida, "Ey Sa'd" deyshadi. Siz juda ko'p jihodlarda qatnashgansiz. Juda ko'p g'azotlarda bo'lgansiz. Urushda nimaligini bilasiz. Fitna bo'lyapti ko'chada. Usmon roziyallohu anhu o'ldirishdi, musulmon ikkiga bo'lib urushyapti. Chiqib shu muammoni hal qilishga siz haqlisiz-ku. Chiqib hal qilib qo'ymaysizmi deganda Sa'd ibn Abi Waqqos aytadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shunday hadisni eshitgandim deydi. Tez kunlarda o'rtangizda fitna bo'ladi. Shunda ko'chada shu fitna bo'layotganda, ko'chada kezib yurguchidan ko'ra uyda o'tiruvchi afzal dedi. Sa'd ibn Abi Waqqos shu hadisda aytayapti. Shunda bir kishi so'radi Rasulullohdan, "Ya Rasululloh, agar men uyimga kirib o'tirsam, fitnaga aralashmasam, meni ustimga kirib aytsa, agar shu fitnaga chiqib biz bilan qatnashmasang, seni o'ldiramiz desa, nima qilishim kerak?" deganda, "Odamning maqtul bandasidaqa bo'l, qotil bandasi bo'lma" dedi. Qobildaqa bo'lgan, "Men seni o'ldiraman" deganda akasi, ukasi aytdi, "Men senga qo'limni cho'zmayman" dedi. "Guvohlik beraman" dedi Sa'd ibn Abi Waqqos. Usmon Rasulullohning shu hadisga amal qildi dedi. Uyiga o'ldirgani kirib, qilichini ko'targanda ham qilichini ko'targani yo'q, musulmonga chopmadi. Musulmonga qilichini ko'tarmadi. "Izaltaqal muslimayni bisayfayhima falqatil val maqtul fin-nar" dedi Rasululloh. Ikkita musulmon qilichini ko'tarib bir-biriga o'qtalib kelsa, bittasi ikkinchisini o'ldirsa, o'ldirgani ham, o'lgani ham do'zaxda dedi. Ikkita musulmon bir-biriga qilichini o'qtalib kelib, bittasi ikkinchisini o'ldirsa, ikkalasi ham do'zaxda. "Ya Rasululloh, bunisi-yu o'ldirib do'zaxda bo'lar. Ha nariga o'lganda nima ayb? U nimaga do'zaxga tushadi?" desa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ha u ham qilichini ko'tarib qasd qilganmidi o'ldirgani?" Juda ehtiyot bo'lishlik kerak. Juda ehtiyot bo'lishlik kerak bo'ladi. Bunaqa fitnaga aralashmaslik kerak bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shunday fitna sodir bo'ladi dedi. Sahih hadislarda keltirilgan. Bilmaymiz bu hadislarda akalar, ko'pchiligimiz. Fitna sodir bo'ladi. Qo'yi bor odam cho'lga qo'yni hadab chiqib ketsin, fitnaga aralashmasin dedi. Tuyasi bor odam tuyasini berib sahroga chiqib ketsin, aralashmasin dedi. Dehqonchiligi bo'lsa chiqib dehqonchiligini qilsin, aralashmasin. Agar dehqonchiligi ham, tuyasi ham, qo'yi ham bo'lmasa uyiga kirib qilichini tosh ko'rib o'tirsin dedi. Ya'ni nima qilsin? Qilichini o'tmas qilib o'tirsin, fitnaga aralashib qolmasin dedi.
"Ya Rasululloh, meni tuyaman bo'lmasa" dedi bitasi. "Qo'yman bo'lmasa, ekin tikinman bo'lmasa, uyimga kirib toshga qilichim urib o'tirgan bo'lsam, shunda ustimga kelsa nima qilay desa, indamay turib ber" dedi. Chunki bitta musulmonni o'ldirib jahannamga ravo bo'lgandan ko'ra maqtul banda bo'laverdi aytayapti. Odamni Qobil farzandaqa bo'laverdi deyapti. Sa'd ibn Abi Waqqos Alloh o'rtaga qo'yib guvohlik beraman, Usmon payg'ambarimizni sollallohu alayhi vasallamning hadisiga amal qildi dedi. Sa'd ibn Abi Waqqos shu hadisda aytib turib aytadi. Mayli deydi. Men chiqib shu muammoni hal qilib beraman dedi. Faqat bitta shartim bor dedi. Menga qilich olib kelinglar. Bu qilichda ikkita ko'zi bo'lsin, tili bo'lsin. Sahih hadislarda kelgan. Men juda ko'p jihodlarda qatnashganman, urushni nimaligini bilaman deydi. Men jang maydoniga kelib qo'limga qilich olganimda men ajrata olmayman. Ro'paramga kelganini chopaman deydi. Shu ko'zimga qon to'lib, hech narsani hal qilib, hech narsani ajrata olmay qolgan paytimda qilich shuni ko'targanimda qilich aytsin, ko'zi bilan ko'rib, tili bilan aytsin. Bu musulmon, buni choppa desin. Bu musulmon emas, buni chop desin. Shunaqa qilich topib bera olasizlarmi deydi. Ya'ni nima qilmaylar deyapti? Aralashtirmaylar meni fitnaga deyapti. Ketdimi? Ketdi. Unaqa gap bo'lmas ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamni maqtul bandasi bo'lib qo'yaver deyapti. O'ldirma bitta musulmonni dedi. Endi uyga o'g'ri kelishligi boshqa masala. Agar shu narsa haylallar kelayotgan bo'lsa, uyga o'g'ri kelgan bo'lsa, uyga bostirib kirgan bo'lsa, bu o'g'ri bilan olishib o'lsa shahid bo'ladi degan payg'ambar vasallam. U yota olmaylik, boshimizni o'rab. Chunki bitta o'zini molini himoya qilib olsa shahid bo'lib ketadimi? Shahid bo'ladi, chunki hayotga o'g'irlik degan zulmni yo'lini to'syapti bu odam. Bu shahid bu hisoblanadi. Ana shahidlik qasd kelib qopti agar o'g'ri tushgan bo'lsa. La tuqtal nafsun zulman illa kana ali ibn Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatl. Mana sahihaynda keltirilgan yer yuzida zulman bitta odamning bolasi o'ldilar ekan dedi Rasululloh. Albatta odamning birinchi bolasi Qobilga mana shundan bir ulush bor, gunohidan ulush borib turadi. Chunki yer yuzida qotillikni birinchi bola mana shu boshlagan deydi. Qarang, qanaqa ishni olib ketgan ekan. Demak, insonga bir narsa o'rgatayotganda so'kinishdi emas bolalar. Kalimani o'rgatib qo'yaylik-da jiyanlarimizga. Bitta so'kib qo'y demasdan. Alhamdulillah o'rgatib qo'ying-da. Ko'chadan keling, 5 so'mga bitta qand beradi. Kel o'tir, qulhuvallohni qaytar bitta, men bolam. 3 kunda yotlatib qo'yasiz. Bizda ilmi yo'q unaqa katta odamlarga o'rgatadigan. Lekin eng kamida alhamdulillah o'rgatib qolaymiz jiyanlarimizga. Umrining oxirigacha o'qigan Fotihasidan sizga ajr bor emasmi? Demak, yaxshilikni o'rgatishimiz kerak ekan. Chunki yomonlikni kim narda o'ynashni o'rgatib qo'ying. Bo'ldi, umrining oxirigacha o'ynagan nardasan sizga nima bor? Ulush bor. Yaxshilikni o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Mana odamning farzandlari ko'paydi, Qobilda ham farzandlar ko'paydi. Sohilda fisq fujur ko'paydi. Odam alayhisalom umri 1000 yil edi. Lekin 960 yil yashadi. Imom Termiziy Muslim kitoblarida, musnadlarda keltirilgan Abu Hurayra roziyallohu anhu dan aytiladi hadis. Alloh Odam alayhisalomni yaratib bo'lib, uni umurtqasini, zohirini siladi va qiyomatgacha yashaydigan ruhlarni, zurriyotlarini, ruhlarni yaratdi. Har bitta ruhni peshonasida nurni yaratdi deydi Rasululloh. Shunda Odam alayhisalom qaradida ana shu ruhlarning ichida bitta ruhni peshonasidagi nuri nihoyatda bir chiroyli edi, yorug' edi. Va so'radi Odam alayhisalom: "Ey Parvardigoro, kim bular?" dedi. "Seni qiyomatgacha yashaydigan zurriyotlaring." Ana shu peshonasidagi nuri boshqalarnikidan chiroyli bo'lib turganiga qarab, "Bu kim?" deganda, "Bu zurriyotingizni oxir zamonda yashaydigan farzandingiz. Bu Davud alayhisalom" dedi. Davud alayhisalomni zamonda oxiri deyapti Alloh taolo. Vaqtni tez o'tayotganligi qiyomat alomatlaridan bittasi birodarlar. Kecha Ramazon bo'ladi deyatdik. Bugun 24-kunda o'tkazyapmiz. Jinni fikr qilaylik-da, ammo do'pini yerga qo'yib qo'yib turib. Kecha 15 ga kirdik. Kecha uylandik. Qaraylik-da. Dunyo hayoti bilan dunyo g'am tashvishini shu qavorib ketyapmizki, vaqt o'tayotganini bilmay qolyapmiz. Agar qor yog'masa, 1 yil o'tganini bilmayapmiz. Agar o'rik gullamasa, 1 yil o'tganini bilmayapmiz. Qiyomatning alomati emasmi bu?
Shunda ana shu peshonasidagi nuridan ajablangan odam alayhisalom, Parvardigor, bu farzandimning umri necha yil deganda 60 yil dedi. Zid min umri 40 sana. Parvardigor, meni umrimdan 40 yil qo'shib qo'ygin unga dedi. O'zini umridan 40 yil o'tkazib yubordi. Alloh azza va jallaning qudratida, Alloh qodir zot o'tkazib qo'ydi. Odam alayhisalomning umri 960 yilga o'tganda hadisda keladi, o'lim farishtasi uning oldiga keldi. Shunda har bitta payg'ambar birodarlar qancha umr ko'rishligini bilgan va hech qaysi payg'ambar joni olinmagan magar ixtiyor berilgan. Dunyoda xolasangiz qolasiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham taklif qilingan, qiyomatgacha yashaysiz ya Rasululloh. Yer yuzi islom bilan obod bo'ladi. Butun yer yuzi siz qo'l ostingizda bo'ladi. Keyin jannatga kirasiz. Deganda payg'ambarimiz yonida turgan yigit terisiga sig'may ketdi. Jannatul baqiga chiqib salom berdi. Ularda haqiga duo qilib turganda payg'ambarimizning holi birdaniga bo'shashib ketdi. Ya Rasululloh nima bo'ldi o'tkazganda payg'ambar alayhisalom aytdilarki, hozir men oldimga Jibril keldi va aytdiki, "Ey Muhammad, agar xohlasangiz qiyomatgacha yashaysiz. Islom bilan obod bo'ladi yer yuzi. Yer yuzida butun yer yuzi qo'l ostida bo'ladi, keyin jannatga kirasiz." Birinchi variant. Yoki hozir vafot qilasiz, tezda vafot etolasiz, Parvardigorning huzuriga o'tasiz dedi. Haligi yonidagi yigit terisiga sig'may ketdi. "Ya Rasululloh, bizni tanladingizmi? Biz bilan qoladigan bo'ldingizmi? Tasavvur qilaylik, tirik bo'lganda nima bo'lardi?" Deganda hech qaysi payg'ambar unga shu narsa taklif qilinganda dunyoda xatolagan emas dedi. "Valal axiratu xoyrun laka minal ula, val axiratu xoyrun va abqa." Ey Muhammad alayhisalom, oxirat hayoti bu dunyodan sizga yaxshiroq ham, boqiroq ham. Oxirat bu dunyodan afzal dedi Alloh taolo. Agar yaxshi narsa bo'lganda Rasululloh tanlamasmidi? Birorta payg'ambar tanlamasmidi dunyoda qolishlikni? Musa alayhisalomga o'lim farishtasi kelganda, mana hadislarda keladi, bir chapaloq qo'ygan ekan. Farishtani izn so'raganda jon olishlikka. Allohning huzuriga borib, qaytib tushgan ekan Azroil alayhisalom. Alloh taolo sizga salom aytdi va dedi Azroil alayhisalom, "Kaftingizni sigirni ustiga qo'ying." Mana shu kaftingizni tagiga sigirni ustidagi tukidan nechtasi jamlansa, har bitta tukiga 1 yilda umr ko'rasiz ekan dedi. Musa alayhisalomning qavmi qanaqa muomala qilganligini yaxshi bilamiz. Shuncha mashaqqat ko'rgan Musa alayhisalom ham o'lgisi kelmagan ekan avvaliga. Yashagisi kelgan ekan. Keyinchi desa, ana shu yillar tugagandan keyin baribir joningizni olaman desa, unda hozir olavering degan ekan. Birorta payg'ambar dunyoda qolishi taklif qilinganda xolagan emas. Bizning payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Odam alayhisalomga o'lim farishtasi kelganda, "Axir umrimdan yana 40 yil bor-ku" degan ekan. Esdan chiqarib qo'ygan ekan. O'shuning uchun unutuvchi inson deb nomlangan ekanmiz, birodarlar. Inson degan so'zni o'ziga nisyon, arab tilidagi unutish degan so'zdan olinadi. Nasiya degani nima degan ekan? Unutdi degan ekan. Shuning uchun inson degani unutuvchi ekan. Odam alayhisalom inkor qildi, zurriyati ham inkor qiladigan bo'ldi Rasululloh. Odam alayhisalom unutdi, zurriyati ham unutuvchi bo'ldi. Odam alayhisalom xato qildi, zurriyati ham xato qiluvchi bo'ldi. Odam alayhisalom vafot etdi. Vafotidan 1 yildan keyin Havvo ona ham vafot etdi. Mana Odam alayhisalom Qobil vafot etgandan keyin Alloh taolo Odam alayhisalomga Shisni berdi. Ya'ni hibatulloh, ne'matulloh. Odam alayhisalom vafotidan keyin Shis payg'ambarlikni qo'liga oldi. Abu Zar G'iforiy aytadigan sahih hadislarda Alloh 100 ta sahifa nozil qildi, Shisga 50 tasini tushirdi dedi. Insoniyatda ana shu boshlanish davri tanzimga, tartibga muhtoj edi. Alloh taolo sahifalar nozil qildi va insonlar hayotini tartibga keltirdi. Alloh taolo tomonidan o'rgangan ilmni Odam alayhisalom Shisga o'rgatdi. Hadislarda keladi, kuni tun hisoblarini, shu vaqtlarda qiladigan ibodatlarni va barcha ishlarni o'rgatdi. Imom Ahmad Musnadlarda keltiriladi hadislarda Abu Zumrat as-Sa'diydan Madinada bir kishi so'zlayotganini ko'rdim deydi. Abu Zumrat as-Sa'diy. Kim deb so'radim. Aytishdiki, bu gapirayotgan odam Ubay ibn Ka'b deydi. Olim edi u kishi. Qur'on tafsirini bilgan ulug' olimlardan edi. Odam alayhisalomga endi Ubay ibn Ka'b gapiryapti. Odamga o'lim soatlari yaqinlashganda farzandlariga aytdiki, men jannat mevalaridan yegim keldi. Bir top olib kelmaysizlarmi deganda farzandlari yerda turib jannatning mevalarini istab chiqishgan ekan.
Yo'lda ketayotganda bu farzandlari qo'llariga kafan va ko'mishlikka kerak bo'ladigan barcha jihozlarni olib, inson suratida kelayotgan farishtalarga yo'liqishdi. Hali odam Qobildan tashqari hech kim o'lmagan edi. Qana qilib ko'mishni bilishmas edi. Odam alayhisalomni ko'mgani kelayotgan bo'ladi bu farishtalar. Bu mana Imom Ahmadda keltirilgan ekan. Ha odam farzandlari, qayoqqa ketyapsizlar? Ha otamiz kasal, jannat mevalaridan yegisi kelib qopti. Shuni istayapmiz deganda qaytaveringlar. Otanglar vafot topdi deydi. Odam alayhisalomga ana shu o'lim farishtalari, o'lim farishtasi va boshqa farishtalar kelganda Havvo ona tanib qolgan ekan farishtalarni. Chunki jannatda birga bo'lganda va haligi qo'ylar endi deganda qilib o'rtaga tushmoqchi bo'lganda Odam alayhisalom aytgan ekanki, ilayk anni degan ekan. O'ting bu yoqqa degan ekan. Innama utaytum min qibaliki. Boshimga nima kun tushsa sizda tushdi. Men qo'ting degan ekan. Robbimni farishtalar bilan meni o'rtamga xoli qo'ying. Parvardigorimning huzuriga ketishni xohlayman deydi. Odam alayhisalom vafot etdi. Farishtalar yuvishdi, kafanlashdi, janoza o'qishdi, ko'mishdi va ey odam farzandlari, hadihi sunnatukum. Mana shu ish sizlarga sunnat dedi. Odam alayhisalom 960 yil yer yuzida yashadi. Tamomiy taqvo. Kullu bin adama xattoun deymiz. Bir gunoh qilib qo'yib turib, endi odam bolasi borki xato qiladi, xato qilishlarida yaxshisi tavba qilsin deb. Birodarlar, otamiz bir marta xato qilgan. Bir marta yer yuzida biror marta qaytib xato qilmagan ekan, birorta gunoh qilmagan ekan. Otamizning bolasi bo'laylik. Shis alayhisalom payg'ambarlikni otasidan oldi, adolat bilan hukm yuritdi, lekin sohildan fisq fujur ko'paydi. Qobil zurriyoti o'rtasida qatl, boshqa ma'siyatlar ko'paydi. Shis alayhisalom shariatida Qobilni bolalariga borib qo'shilishlik harom hisoblangan edi. Ibn Abbosning oldida astagfirullah va la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya'ni birinchi jahiliyat davridagi yalang'och bo'lib chiqmanglar degan oyat o'qilganda Ibn Abbos mana shu oyatni sharhlab aytdiki, odamning ikki farzandi dedi. Ko'paydi. Tog'da Shis bilan qolganlar, sohilda Qobil bilan qolganlar. Tog' kishilari tog'da qolganlar. Erkaklari chiroyligida, ayollari unchalik go'zal emas edi. Endi sohilda yashagan Qobilning zurriyotini ayollari chiroyligida, erkaklari unchalik chiroyli emas. Ibn Abbosda keltirilgan. Shayton sohilda yashaydigan odamlarning bir uyiga yosh yigit suratida xizmatkor bo'lib ishga yollandida, sekin-sekin musiqa asboblarini yasab, ularga chiroyli ovozlarni chiqarib ko'rsatib berdi. Sohildan chiroyli ovozlar tog'dagilarga eshitila boshladi. Ba'zi bir odamlar tog'dagilar sohilga borib ozgina quloq solishdi. Shu suratda vaqt o'tdi. Sohildagilarda bir kun hayit bayrami bor ediki, ayollari yalang'och bo'lib o'yinga tushib berardi. Tog' kishilari bo'lib tomosha qilib turardi-da, ayollarning chiroyligini ko'rib, ularga bir boshqacha nazar bilan qarashdi. Shunda aralashmasdi, faqat tomosha qilib turishar edi. Tog' kishilardan bittasi jur'at qilib bordi, aralashdi, keldida bo'ladam chaqirib ketdi. Ana shunda birinchi marta zino sodir bo'ldi. Ya'ni nimadan boshlanyapti zino? Yalang'och bo'lishidan boshlanyapti. Shunday zamonlar keladi degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarida. Kiyimli yalang'ochlar paydo bo'ladi. Birodarlar, Imom Shofiy bir marta o'qib yodlab oladigan narsasini 3 marta, 4 marta o'qib zo'rg'a yodlagandan keyin ustozi va akaga nimaga meni zehnim pasayib ketdi? Har kuni bir marta o'qib yodlardimmi bu narsani desa, hozir kelyapti, nima ish qildingiz deydi. Domlasini oldi. Qarasa, bir ayol kishini tovoni ochilib qolgan bo'lar ekan. Tovoniga ko'zi tushib qolib, 75% aqli ketib qolyapti zehni. Birodarlar, bizning kallamiz ham tutab ketmayapti. Bilib qo'yinglar, har safar qaraganimizda aqlimizdan inson bitta gunoh qilar ekan, aqlidan bir qismi uchadi, qiyomatgacha qaytib kelmaydi. Bir marta gunoh qilamiz, rizqimiz qiyiladi. Hadislarda keldi, odam bolasi o'zi qilgan gunoh tufayli rizqini tirtaytirib oladi, deyapti. Ko'zimiz yerga olib qochayotganda birodarlar, biz aqlimizni ehtiyot qilyapmiz, rizqimizni ehtiyot qilyapmiz, Parvardigorimizning muhabbatiga sazovor bo'lyapmiz. Qaradingiz ham, deng, boring qaradingiz ham mana oxirigacha qaradingiz. Shu Bakovoydan ham qarab qo'ydingiz orqasidan. Shax chiqdimi? Ko'ringlar-da, qaysi daraja olib ketdik.
Imom Shofiyda pokizaligini qarangki, tovoniga, u oyoqni bu yog'i avrat hisoblanmaydi, oshiqda past ayol kishiniki. Tovoniga ko'zi tushib qolganda zehniga shunday ta'sir qilgan ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan turdi, bir sassiq havo keldi hidi. Falon joyda munofiqlar yoki yahudiylar bizni g'iybat qilyapti dedi. G'iybatni hidini sezishgan ekan. Chunki ular g'iybat qilmaganligi uchun sezgan. Biz nimaga hozir sezmaymiz desa, biz toza havoda olmadik hali bir amatda. G'iybat hidini farqlashlik uchun. Shunday emasmi? Biz ana shu g'iybat hidini hidi o'rganimizdan toza havoda farqiga bormay qolganmiz. Xuddi shunga o'xshaganda ko'zimiz zino qilaverganligidan, ishtonsiz avratini ochib yurganlarni ko'raverganligimizdan oddiy narsa bo'lib ketgan. Hajga borgan birodarlar, o'sha 20 kun yurganmisiz, 30 kun yurganmisiz, umuman ayol kishi unaqa avrat ochilgan holda ko'rmaysiz-a? 20 kun, 30 kun yurganingizdan keyin kelsangiz, nadigilar shaytonga o'xshab ko'rinadi. 5-6 kundan keyin normalniy bo'lib qoladi ham yo'q. Ya'ni ko'zingizga o'tirib qolgan bo'ladi haligi. Zino ana shu kiyimni yo'qligidan boshlangan ekan birodarlar. Undan tashqari qayta aytamiz, rizqimizga to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bor. Gunoh qilishimizni. Shis alayhisalom o'zini qavmini qaytarishga harakat qildi, lekin ko'pchilik u yoqqa aralashib ketdi sohildagilarga. Ana shu paytda Shis alayhisalomdan keyin Idris alayhisalomni Alloh taolo payg'ambar qilib yubordi. Idris ibn Yarib, ibn Mihlail, ibn Qinan, ibn Anush, ibn Shis, ibn Adam. Idris alayhisalomning 5-bobosi Shis alayhisalom bo'lyapti. Odam alayhisalomning oxirgi 120 yillik hayotiga Idris alayhisalom guvoh bo'ladi. Ya'ni 120 yil oxirgi hayot qolganda Idris alayhisalom tug'ilgan bo'ladi. 6-nevarasi Idris alayhisalom. Hadislarda keladi, Odam va Shisdan keyingi birinchi payg'ambar Idris deyiladi va birinchi bo'lib qalam ushlab yozgan kishiga mana shu Idris alayhisalom deyiladi. Ibn Kasirda u kishining sifatlari keltirilgan ekan, qomati kelishgan, chiroyli yuzli, soqollari quyuq, uzun bo'yli, suyaklari yo'g'on, oriq, ko'p sukutli, xotirjam edi. Agar yursa ko'proq ko'zlari yerga qarab turar edi. Ko'p fikrli, mahzun kishi edi. Idris alayhisalom Shis alayhisalom shariatini davom etkazdi, ba'zi qo'shimchalarni kiritdi va Alloh taolo birinchi bo'lib Idris alayhisalomga jihad qilishlikni farz qildi. Chunki sohilliklar tog'lilarni o'ldirishlikka o'sha jur'at qilishni boshlagan edi. Haddidan oshganda bularni joyiga qo'yib qo'yish kerak edi. Va tarixda birinchi marta otlardan iborat bir qo'shin tuzdi, otliq qo'shin tuzib va ana shu Qobil zurriyotini qirib tashladi. Asir oldi, lekin o'lja olmadi. O'lja olishlik payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga halol qilingan edi. Asir oldi, ularni qolganlari qo'llarda bir asir bo'lib qolib ketdi, ularni yo'qib tashlashdi. Idris alayhisalom haqida Qur'onda bir o'rinda mana oyat nozil bo'lgan. Vazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya va rafa'nahu makanan aliyya. Mana shu Qur'onda Idrisni zikr qiling, eslang. Albatta u rostgo'y payg'ambar nabiylardan edi. Biz uni oliy makonga ko'tardik. Oliy makonga ko'tardik degan so'zini mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriyda keltirilgan Me'rojga chiqqanda 4-osmonda Idris alayhisalomni ko'rganligi haqida payg'ambarimiz shunday bir so'zlarni aytgan. Juda ko'p mufassirlar, muarrixlar aytgan ma'lumotlar bor, lekin hammasi sahih emas. Isroiliyotdan bir ma'lumot olingan ekan, bu Isroiliyot qaytarib aytib qo'yamiz. Isroiliyotda shunday deyilgan ekanki, Idris alayhisalomga Alloh azza va jalla aytgan ekan. Idris sizga har kuningizga yer yuzida o'sha paytda qancha musulmon bo'lsa, hammasini topayotgan savobi qancha bo'lsa, har kuningizga shuncha savob yozaman sizga. Millionta odam millionta savob qilsa, har kuningizga millionta sizga shuncha savob yozaman deganda o'limdan qochib qolgan ekan. Ko'proq yashab olay emas, ko'proq savobga ega bo'lib olaydi. Bu Isroiliyotdan. Shunda Idris alayhisalomga muqarrab qilingan farishtalarga aytgan ekanki, Azroil kelganda bir gaplashib qo'ymaysizmi? Jinni meni holi qo'yib turmaydimi degan ekan. Shunda Azroil alayhisalom tushib kelayotganda farishta aytadi, endi Azroilga gapim o'tmaydi-yu, lekin bir ilojini qilamiz. Orqasiga opishib qanotiga. Osmonga uchib chiqib ketayotganda 4-osmonda uchrashar ekan. Azroil alayhisalom bilan haligi farishta. Orqasida Idris alayhisalom. "Ey Azroil" dedi farishta. "Idrisni ozgina qo'yib tursangiz bo'lmaydimi?" desa, "Qani Idris o'zi?" desa, "Orqamda" deydi. Azroil alayhisalom aytadi, "Subhanalloh, Alloh azza va jalla Idrisni jonini 4-osmonda oling deganda hayron bo'lgan edim.
Odam bo'lsa, qanaqa qilib 4-osmonga shu yerda jon olingan ekan. Va rafa'nahu makanan aliyya. Biz uni oliy makonga ko'tardik. Bu ana shu suratda keltirilgan ma'lumot ekan. Ana shu kiyim xususida. Ishimizda savdogarlar bo'lsa, qanaqa kiyim sotayotganimizga bir qarab qo'yaylik. Bitta odam zulman o'ldirilsa, Qobilga ulush bor ekanmi? Demak, ana shu yalang'och qilib kiyib yuradigan kiyimni sotayotgan birodarga ham ulushi bor. Yani qancha musulmonlarni avratini ochib yurishlikka nima qilyapti? Ko'mak beryapti. Endi u bilan topgan pulimizni qaraylik. U bilan topgan pulimizni yeb qonimizga tushganda ibodatimizni o'ylaylik, duolarimiz qabul bo'lishini o'ylaylik. Inshaalloh keyingi suhbat Nuh alayhisalom xususida bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.